keldingizmi siz? Mitsuko, shahardan juda uzoq yashar ekansan. Bilganimda ekipajda kelardim. Dadam jo'natdimi sizni? Uning xabari yo'q. Nima shamol uchirdi unda? Men ana uni oldiga keldim. Shenzhen nima? Turmush qurdinglarmi? Yo'q, endi. O'zing xohlayapsanmi? Ehtimol. Agar buni sharoitimiz ko'tarsa. Yaxshiyam turmush qurmaganinglar. Beva qolish uchun juda yoshlik qilasan hali. Judayam. Tushunmadim. Agar siz o'lsangiz, kulingizni Yaponiyaga jo'nataman. O'zingga shunchalik ishonasanmi? Nega amakim bilan urushmoqchi ekaningni aytmading? U seni hayajonlantirgisi kelmagan. Ketdik, Jenjen. Yura qol. Jangga sabring chidamayaptimi? Koreylikcha nimalarni o'rganibsan? Quvvat muhim. Uni bitta nuqtaga jamlash kerak. Quvvat? Raqibingda tosh bilan teng quvvat bo'ladimi? Odam bilan jang uchun ko'proq kuch kerak. Buni anglab yetishing kerak edi. Keling, amalda sinab ko'ramiz. Ustoz Xuan yana nimalarni o'rgatdi senga? Eng zarur narsalarga raqibni o'rgan, uni kuchsiz jihatlardan foydalanib hujum qil. Aha. Samuray bo'lish uchun karateni o'rgangan ko'rinasan, nazarimda. Yo'q. Ustoz Xuan bizni kung-fuga o'rgatgan. Ular o'xshash, lekin karateni o'rganmadik. Jahlni jilovlash uchun nimalarni o'rgandinglar? Ustozing buni unutmagandir, a? Bu yerga suhbatlashgani keldingizmi yoki jangami? Shoshma. To'xta. Mushaklarimni qizdirib olay. Bu nima uslub? Xotirjam bo'ling. Men sizga ko'rsataman. Oho.
Chang xalaqit beryaptimi? Hechqisi yo'q. Imkoniyatni tenglashtiramiz. Jang tugadi. Ahvoling yaxshimi? Hayratda qoldim. Yosh bo'lsang ham qobiliyatli jangchiga aylanibsan. Yo'q, sizni qobiliyatingizga qoyil qoldim. Yaponlarda bir maqol bor, tajriba doim yoshlikdan qo'rqishi kerak. Lekin siz g'olib bo'ldingiz-ku. Albatta. Chunki uslubingga darrov moslashib oldim. Agar shu qobiliyating bilan uslubga tez moslashishni ham o'rgansang, hech kim seni yenga olmaydi. Hali ko'p narsani o'rganishimga to'g'ri keladi shekilli. Ha, albatta. Takrorlayman, tez moslashuvni o'rganib olsang, doim g'olib bo'lasan. Raqibing quvvatini boshqa yoqqa yo'naltirsang, uslubini o'zgartirishga majbur qilasan uni. Natijada o'zini o'zi mag'lub qiladi. Bor gap shu. Rahmat. Yaponiyaga qaytasizmi? Chenzen, sen bilan jangimiz tugadi. Ha. Lekin Yaponiyada yana karate ustasi bor. Uni qotil deyishadi. Chenzen esa sizni eng zo'ri deganda. U sharafli jangchi, samuray. Lekin qotil emas-ku. Ustozing o'z shogirdi bilan faxrlansa bo'lar ekan. Nagochi klanining eng kuchli jangchisi general Fujito bo'ladi. Ana shundan ehtiyot bo'l.